Hürmetli vatandaşlık şiirlerimizi başlaymaz. Öndeki leksiya mındak mavzu. Geçistağa 2021 yıl 7. ayının 22. günü. Hazır sizlerge bir mavzunu yetkizdik. Şu mavzuda bir mazmununu elip kaldık. Bunun sebebini hazır düşündürümüz hürmetli vatandaşlar. Amerika Qo'shma Shtatları Muavin Davlat Shirkati ve Jungo'nu ziyaret kıldı. Alimlar Amerika Jungo hamkorlashidigan yo'llar tarayıp ketdi deyishdi. Mavzuli haber 7. ayının 21. günü Amerika Ovozlik title programmasi e'lon qilindi. Bu haber yana mundaq değildi. Mazmunga o'xshamaydigan ikkinchi bir mazmun. Tunigi men sizlarga va'da bergandim. Nima dedim? Jungo Kompartiyasi hozir chet eldan bo'lgan aloqani butunlay uzib tashlamoqchi. Ya'ni internet aloqasini uzib tashlamoqchi degan xabarni bergandim. Hozir uningdan eg'ir bir xabar keldi kechini o'zi vatandosh. Qanday xabar? Diqqat qiling. Mutaxassislardan Jofong mundaq ko'rsatdi. Amerika Adliya Ministerligi 7. ayının 19. günü 4 nafar Jungo Gregdanining Jungo'nun bexatarlik ministerligi yetakchilik qilgan internet sistemasi hujum qilishdan iborat yer shari xarakterlik hakkerlar harakatiga qatnashganligi uchun aybladi. Bu ham eg'ir masala bo'lib ketdi. Jungo'ning internetdan chiqishi, internet kirishi masalasi emas hozir, bu eg'ir masala bo'lib ketdi. Demak, hozir Jungo hujum qiladi deganda bütün dünyanın internet orqali hukumat organlariga, maxfiy ishlar organlariga, iqtisodiy organlariga neft va gaz to'ropi degandek hammasi internet bilan boshqarildi hozir. Ashlarning hammasiga hujum qilgan gap epan. Hozir mushak chiqishdi Germaniya to'lqinlarining yana bir parcha xabari keldi. Masalan, Fransiya ham bu qatorga qo'shildi. Anglan tuvandagi vatandosh yer shari xarakterlik hakkerlar harakatda qatnashganligi uchun 4 nafar jungolikni Amerika Adliya Ministerligi aybladi. Amerika texmi ilgirlab Angliya qatorda ittifoqdosh davlatlar bilan hamkorlashib Jungoning yer shari bo'yicha hakkerlik hujumiy harakatlarini boshlaganligini, hujum harakatlarini boshlaganligini aybladi. Jungo Kompartiya hakkerlari internet hujumi qo'zg'adi. Avstraliya Beijingni ogohlantirib, ochiq oqibatga qolasan dedi. Mavzuli xabar 7. ayının 20. günü Jungo'ga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshladi. Avstraliya Ichki ishlar ministri Karen Andrews 7. ayının 20. günü mundaq ko'rsatdi. Jungo bütün yer sharida 100 ming yurishlangan shirkatlarga zo'r darajada hakkerlik hujumi qo'zg'agandan keyin Jungo Kompartiyasi hamda qonunning jazosining sirtida qolmasligi kerak. Kundalik pochta Avstraliya gazetida xabar qilib bunday ko'rsatdi. Avstraliya, Amerika, Angliya, Yevropa İttifaqı, Yeni Zelandiya, Kanada ve NATO birlikte Beijingni ayblab, bu yılning 5'ida yumshoq detal pochta mulozimatiga zo'r ko'lamda hakkerlik hujumi qo'zg'andan keyin bu ichki ishlar ministri Beijingni ayblab, xalqaro muqimlikni buzg'unchilik qildi dedi. İttifaqdosh davlatlar mundaq ko'rsatdi. Jungo davlat bexatarligi ministerligi hakkerlar bilan birlashib shirkatlarga, hukumat organlariga aqliy mulkni o'g'irlash bilan tor internet bexatarligi xizmati bo'yicha bir necha 100 milliard dollar ziyon soldi. Karen Andrews mundaq ko'rsatdi. Avstraliya ichki ishlar ministri biz egilik huquq va davlat bexatarligi jihatda murassalashmaymiz. Biz bu yomon g'arazlik hakkerlik, yomon g'arazlik harakatlarni ko'zatamiz. Karen mundaq ko'rsatdi.
Dünyada bir neçe 100 ming yurishlik shirkatlar bu hujumning ta'siriga uchradi. Demak, Jungo hakkerlari hujum qildi, hujumning ta'siriga uchradi. Bu intayin zo'r siperlik oshkorlash voqeasidir. Biz haqiqiy va aniq statistikalik ma'lumot bilan aytsak, bu ish avval Avstraliyada yuz berdi. Ya'ni Jungo hukumati avval Avstraliyaga hujum qildi. To'rbat o'g'irligiga munosabatli ishlar avval Avstraliyada yuz berdi. Koreya bunda ko'rsatdi. Avstraliya shirkatlari va shaxsiylar siper bexatarligini kapolatga ega qilishi lozim. Siper bexatarligini kapolatga ega qilishi lozim va Jungoni tanqid qilib, davlat bexatarligimizga buzg'unchilik qildi deb ko'rsatdi. Esingizda bo'lsin, vatandosh prezident Obama davrida shunday degan edi, agar hakkerlik hozir to'xtamaydi ekan, joyida to'xtamaydi ekan, u vaqtda Amerika nayta qattiq harakat qo'llanadi degan edi. Shu vaqtda ayni vaqt degan gapni men yana uyushtirib qolay, qattiq harakat qo'llanadi degan edi. Hozir keldi endi bu. To'xtatmadi degan.